Yelik turgan joyda aylantiramiz. Qani bosingchi. Qani. Voy. Voy. Voy boshqacha. Voy. Gap yo'q. Bu rejim o'zi aslida qumda botib qolganda chiqarib yuborish uchun ishlatiladi. Biza qanaqadir manyovrlar uchun ham ishlatib bitta ko'rsatib beramiz. G580 ni elektromobili bitta obzor qilamiz. Narxi ham qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'rasiz. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Gelikka elektromobilini odamlar qanaqa qabul qilar ekan? Menga shu juda ham qiziq. Kommentda hozir yozib qoldiring. 580 ot kuchi bor ekan. Oddiy G63lardan kuzovdan ko'rinishda deyarli farq yo'q, lekin nisbatan 10 sm kaltaroq. Fikringizni qoldiring, olgan bo'larmidingiz? Qarang, mana bu ko'k liniyalarini ko'ryapsizmi? Menimcha elektromobillik uchun ko'k qilingan, tog'ni zabt etgan degan shildiki ham bor ekan. Salonida deyarli xuddi o'sha narsa haqiqiy gelik. Chozim o'sha zavodidan chiqadi, o'sha joydan, o'sha Germaniyadan faqat elektromobil qilib. Li haydamoqchi bo'lganlarga menimcha yaxshi variantmi deyman. Torpedkalar, obshivkalar, o'sha qarang, haqiqiy karbon. Bunaqasini endi ko'rishim, rostdan birinchi marta aylantirib ko'rishim. Narxi 225 ming degan. 225 ming yoki yangi G63 315 mingga olgan bo'larmidingiz? Ikkalasi tursa qaysi birini olgan bo'lardingiz? 100 ming arzonroqga G580 mi? Fikringizni qoldiring. Hozir biz A-bozor premiumga kelganmiz. Bilasizlar, bu Orient Motors bo'lardi, hozir A-bozor premium bo'lib, A-bozor umumiy ekotizimiga qo'shilgan. A-bozorda endi siz yangi mashinalarni ham cho'mchangizga qarab, zodagonlarni shu yerdan sotib olsangiz bo'ladi. Lamborghinidan boshlab, Mercedes GT nima xohlasangiz, Rolls-Royce'da turibdan, xullas hammasini shu yerdan olsangiz bo'ladi. Bilib oldingiz, hoji aka, A-bozorda endi yangi mashina ham, yurgan mashina ham, ilovasi ham bor. Bo'lib to'lashga olsangiz ham bo'ladi, trading qilsangiz ham bo'ladi. Xullas, A-bozorda mashina sferasi bo'yicha hamma narsa bor. Zo'ra, avtoservislari qolib ketibdi.